Suhbatimiz ajoyib o'tdi. Sababi prezident futbolni juda yaxshi biladi va prezident futbolni rivojlantirish bo'yicha aniq fikrlarga ega. Va men prezidentga men napolilik ekanligimni, men Italiyadan ekanligimni aytdim. Va shu orqali ancha oldin Italiyada futbol madaniyati qanday bo'lganini, o'sha paytlarda futbol ko'chalarda, qishloqlardagi maydonlarda, hattoki cherkovlarda ham o'ynalganini va bu normal holat bo'lgani haqida gapirib berdim. Va prezident futbolni rivojlantirishga oid ajoyib tushunchaga ega va aynan shu sababli ham O'zbekistonda futbol juda tez o'sishga erishmoqda. Men prezident bildirgan fikrlarga qo'shilishimni aytdim va prezident menga bu fikrlarni tushunishim uni xursand qilishini aytib o'tdi. Va albatta, bundan tashqari prezident bir ajoyib fikrni bildirib o'tdi. Ya'ni bizning futbolchilarimiz jahon chempionatiga borishganda hech qanday bosimni his qilmasdan qo'rquvsiz o'ynashlari kerakligini aytdi. Rostdan ham, agar futbolchi qo'rquvsiz o'ynaydigan bo'lsa, u o'zining eng yaxshi o'yinini ko'rsata olishi mumkin. Va men futbolchilarga biz jahon chempionatidan bahra olishimiz kerakligini tushuntirdim. Jahon chempionati biz uchun bu katta bayram, katta futbol bayrami va biz butun dunyoga nimaga qodir ekanligimizni ko'rsata olsak, biz mundialdan bahra olishimizni aytdim.